Күзәткүчеләр dünyadagi shu qadar ko'p ayıpleşlərə qaramay, Xitayning Uyğur diyarındakı jazo lagerlari siyosiy va majburiy əmgək tuzilmasida o'zgarish bo'lmaganligini, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning qurboniga aylanayotgan Uyg'urlarning taqdirida qachon qandaq o'zgarishlarning ro'yobga chiqadiganligining yanada mavhum holatda turayotganligini ilgari surayotgan bir chog'da dunyoda qutblar shakllanib Uyg'urlar ustidan ig'ir zulm siyosati yurgizayotgan Xitoyga munosabatlik zo'r o'zgarishlar borliqqa kelmoqda ekan. Dunyo ellari Xitoy siyosatini yanglab, Xitoyga bo'lgan tayinishni ozlatishga, Xitoyning siyosiy, iqtisodiy ta'siridan qutulishga intilmoqda ekan. Buning konkret misollarini Germaniya va Fransiya axborot vositalarining mushu 2-3 kun ichida e'lon qilgan xabar ham maqolalardan texmi ilgirlab ko'rib olish mumkin. Bu xabar ham maqolalar Xitoyning 2023 yilining to'limi xayrsiz shum xabarlar bilan boshlanganligini dalillamoqda. Germaniyaning NTV televiziya kanali 28 yanvar e'lon qilgan Xitoyning gullanishi o'tmishga aylandi nomli obzorda bayon qilinishicha, mustabid tuzum va virus vabosi Xitoy iqtisodiga asli kelgusiz darajada ajallik zarbalar bergan. 2023 yildan boshlab Xitoyning yillik umumiy ishlab chiqarish qiymatining yuksalishi 2-3% dan olqiy olmaydi ekan va Xitoy tadrijiy holda buningga ko'nishga majbur qiladi ekan. Natijada baragan siri zo'r ko'lamda ishsizlik, namoratlik avjilib, Xitoy hokimiyati ichki qismda ig'ir tahdidlarni boshdan ko'chirdi ekan. Xato iqtisodiy va yuqumni nolga tushirish siyosati sababidan Xi Jinpingning obrazining oxirgi mezgillarda zo'r darajada xunuklashganligini eskartgan Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning qarashicha, yaqindan buyon Xi Jinping Xitoydagi va Uyg'ur rayonidagi siyosatini tengshashga boshlagan. Xi Jinping'ninki xato iqtisodiy siyosati bilan bu virusga qarshi ilib borgan nol siyosati va yaqinqi necha oydan beri Xi Jinping'ning inovatimi burunqidek emas. Ya'ni Xitoylarni uni tanqid qila oladigan holga kelyapti, yo ochiq yoki yoshirin. Shuningga mushu bir oyning ichida Xi Jinpingmi ba'zi siyosatni o'zgartirayotgandek turdi. Misalga Amerika bilan bo'lgan munosabatni yumshatirish degandek, Xitoy jamiyatidan kelgan inkoslarga yumshoq bir siyosatni ilib berish va Sharq Turkistondami ba'zi o'zgarishlarni ilib beryapti. Agarda bu g'arb davlatlari Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin va shundaqla Xitoyningki qo'shni davlatlar bo'lsin, Yaponiya, Janubiy Koreya bilan bo'lgan munosabatlar agarda yumshaydigan bo'lsa, Uyg'ur masalasi hamda xalqaro kun tartibning markazidan biroz yiroqlashadi hamda. Agar u yaqinda elib berilgan Amerika tashqi ishlar ministri Blinkenning Xitoy ziyorati mezgilida uni qabul qilib, ikki davlatning munosabatini yumshatish yo'lini tutsa, Uyg'urlar masalasining xalqaro kun tartibdagi o'rni tuvallaydi ekan. Aksicha Xi Jinping Uyg'urlar qarta zo'ravonliklarni davomlashtirsa, Uyg'urlar masalasi yanala xalqaro kun tartibda turdi ekan. Oldimizda gaplarda bu Amerikaningki tashqi ishlar ministri Blinkeningki Xitoy ziyorati bilan ba'zi o'zgarishlarni ko'ngil bo'ldi. Misolga Xi Jinping agarda Blinkenni qabul qilib, ikki davlatning munosabatini yumshatib va davom qilish degandek ashunda bir qarorni olgan bo'lsa, u vaqtida abaqiman degandek o'zgarishlar bo'ldi. Ammo agar Xi Jinping yana shu zo'ravonlik, qattiq qo'llik ashunda bir siyosatni davom qilman desa, u vaqtida Xitoy bilan G'arbning orasidagi jiriklik munosabati va hozirgi Yaponiya, Janubiy Koreya bilan bo'lgan jiriklik munosabatlar davom qiladi. Hamda bu ba'zi rayon xarakterlik, misolga O'rta Sharq deymiz, Afrika deymiz, bu rayondagi kurashlarma, ya'ni raqobatlarma kuchlandi. Agarda bunday ahvol bo'lib qolsa, Uyg'ur masalasi burunqidek bo'lmasmi, yana muhim bir o'rin oladi deb o'ylayman. Biroq Xitoy qarta tashqi jihatdagi besimlar texmi kuchayotgan bo'lib, Germaniya ovozi radiosining 30 yanvardagi yangidan saylangan Chexiya prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishmoqchi nomli xabarda bayon qilishicha, 29 yanvar saylamda g'alaba qilgan Chexiyaning yangi prezidenti Petr Pavel mushu 24 soat ichida Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan so'zlashgan va bugun 30 yanvar kuni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishib Chexiyaning yangi Xitoy siyosatini namoyon qiladi ekan. Bu hol Chexiya bilan Xitoy o'rtasidagi aslida normal bo'lmagan munosabatni texmo keskinlashtirib etdi ekan.
Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan Chexiyaning g'arbiy oiladan kelib chiqqan bu yangi prezidenti qimmat qarashlari o'xshash bo'lgan davlatlar bilan ishbirligi qilishni tashabbus qiladigan shaxs ekan. Fransiya Ovoz radiosining 29 yanvar e'lon qilgan NATO ya'ni Shimoliy Atlantik okean aktiya tashkilotining bosh sekretari Janubiy Koreyani ziyorat qilib, NATOning Janubiy Koreya bilan bo'lgan munosabatga yuksak darajada ahamiyat beradiganligini bildirdi. Nomli xabarda bayon qilinishicha, NATOning bosh sekretari Stoltenberg Koreya va Yaponiyani ziyorat qilib, Xitoyning sharqiy va janubiy dengizdagi tahdidi ham ta'sir kuchini tozalash yo'lida hamkorliklar o'rnatish xizmatini boshlagan. Bu safar Xitoy uchun ig'ir zarba paydo qiladigan bir safar bo'ladi ekan. Germaniya Ovoz radiosining 30 yanvardagi Amerika, Yaponiya, Gollandiya o'zaro hamkorlashib, Xitoyga o'zak eksport qilishni birlikda cheklash kelishimi tuzdi. Nomli xabarga qaraganda, mikro o'zak ishlab chiqarishda oldin qatorda ketayotgan bu 3 davlat yerim o'tkazgich o'zaklarni harbiy aslahalar yasashga va kishilik huquqni dafsanda qilishga ishlatayotgan Xitoyning o'zak yo'lini kesib tashlash qaroriga kelgan. O'tgan yili 10 oyda Bayden hukumati Amerikaning Xitoyni mikro o'zak bilan ta'minlashiga xotim berganligini jakarlagan edi. Germaniya Ovoz radiosining 30 yanvardagi Fiji Beijing bilan bo'lgan saqchi hamkorligiga xotim berdi. Mutaxassislar buni Xitoyning qarniyatiga berilgan zarba deb atadi. Nomli xabarga asoslanganda, cho'ng kichik 300 dan ortiq oroldan tarkib topgan Atlantik okeanidagi orol davlati Fijining yangidan saylangan prezidenti Steveni Raboka Xitoy bilan bo'lgan saqchi hamkorligini o'sib, Avstraliya va Yangi Zelandiya bilan bo'lgan munosabatning o'rniga dasatgan. Germaniya Ovoz radiosining 29 yanvardagi Xayr xo'sh Xitoy, marhaba Turkiya, Uganda Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan kelishimni amaldan qoldirdi. Nomli xabarda bayon qilishicha, Uganda hukumati Xitoyning davlat egiligidagi korxonalari bilan 2015-yili imzolagan temir yo'l qurilishiga oid kelishimni amaldan qoldirib, bu sohada Turkiya bilan to'xtam tuzgan va ish boshlagan. Turkiyaning 1500 shirkati Xitoyning qarz to'siqiga ilinib qilib, burniga yegan Afrika ellariga yangidan mablag' selishga boshlagan. Ular Afrikadagi Xitoy shirkatlarining o'rnini egallashga o'tgan. Yuqorqi voqealarning hammasi 2023-yil 1-oyning oxiridagi bir qancha kunda yuz bergan bo'lib, Xitoyning yangi yili yetarli darajadagi shum xabarlar bilan to'lgan. Germaniyadagi siyosiy kuzatuvchilardan G'ayur Qurbonning bildirishicha, iqtisodiy manfaat sababli Xitoy bilan hamkorliklar o'rnatgan nurg'unlagan davlatlar aslida madaniyat va ideologiya jihatdan Xitoy bilan hech qanday o'rtoqlik bo'lmagan davlatlar bo'lib, ular Xitoy iqtisodining cho'kishi, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari sababli obrazining sunishi bilan Xitoydan asta-asta o'zlarini tortishga boshlamoqda ekan. Hammalarga ma'lum, butun dunyoga tarqalgan virusi, bu korona vabası bir qancha yil mobaynida dunyo xarakterlik iqtisodningki tushishini keltirib chiqadi. Jumladan Xitoyning iqtisodida misli ko'rilmagan darajada cho'kishni paydo qildi. Buning bilan shu Xitoydan izchil qarz olayotgan, iqtisodiy yordam olayotgan va shu orqali Xitoyningki biqinsiga aynib qo'ygan davlatlar Xitoyningki iqtisodiy ojizlashi bilan ularga ko'zlagan manfaatlar yetib bormadi. Onundan boshqa yana Xitoyningki bu Uyg'ur masalasida, Tibet masalasida, Tayvan masalasida va shundaqla bu atrofdagi dengiz orol masalasidagi favqulodda zo'rlik, zo'ravonligi, irqiy qirg'inchilik ebrishi qatorliq bu bir qator meseleler dünya miqyosida jamoat fikrida naydi keng ko'lamda bilinishga boshladi. Shunun bilan Xitoyningki dunyodagi obraziningki qattiq tushayotganligini xalqarodagi nurg'ulg'an davlatlar ilgari Xitoyga iqtisodiy jihatdan beqinib qolgan davlatlarmi Xitoyningki asli qiyofatini Uyg'ur qirg'inchilik orqali ko'rib yetdi va shundaqla bu Xitoy bilan hech qanday medeniyet. Qadrli radio anglovchilar, Xitoyning yangi yilining xayrisiz shum xabarlar bilan to'lganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi.